Hammaga assalomu alaykum akalar. Kanalda ko'rib turganimdan sizlarni xursandman. Bugun MetaTrader 5 ni sozlashni, MetaTrader 4 dan farqini ko'rib o'tamiz. O'zi MetaTrader 5 ni o'zi bizga yetadi, chunki MetaTrader 4 eski versiya. Aslida kompyuterlarda ko'rgan versiyangiz bo'ladi. MetaTrader 5 ni yuklab olamiz. Google Play da ham bor, App Store da ham bor, yuklab olamiz. Buni ichiga kirsak, mana bu yerda realniy savdo qilganlarim bor. Depozit, snyatsiya, bu hammasi broker tomonidan bajariladi. Bu prosta bizga interfeys beradi. Mana bu yerdan tanlov kerak bo'lsa gold или USD deb qidiramiz. Mana gold bu yerda turibdi. Buni nastroyka qilishimizdan oldin bu yerda prosta hech nima bo'lmaydi. Registratsiyadan o'tish uchun bu yerda nastroyka degan joy chiqadi. Mana bu yerda demo или real shot ulasangiz bo'ladi. U uchun bizga broker kerak. Brokerni qayerdan topamiz desangiz, YouTube kanalimda mana eng populyarniy videom bor. XM broker haqida ссылка bor. Mana hammaga assalomu alaykum. Mana shu yerdan ссылкаdan registratsiyadan o'tasizlar. Shu videoni описаниесida ham bor. Registratsiyadan o'tdik, uni ham o'zining ilovasi bor. Mana XM brokerning ilovasi. Bu yerda mana shot real, mana bu yerga bosamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, meni nomimga ochilgan, verifikatsiyadan o'tilgan. Shot ochib bo'lib verifikatsiyadan o'tganingizdan so'ng mana bu panelga bosamiz, real degan joyga. Bu yerda manage degan joy chiqadi. Manage'ga bitta bosamiz. Account information kerak bizda. Informatsiya, account informatsiyasi kerak. Bu yerda server kerak. Birinchi serverni kopировать qilib olamiz. И MetaTrader 5 ga настройкasiga bosamiz. Mana настройкasiga kirib oldik, mana настройка punktiga. И bitta tepada yozamiz. Sizlarda hech nima bo'lmaydi. Bu yerda tepada pluschaga bosamiz. Pluschaga bosdik. И kopировать qilgan narsamizni вставить qilamiz. Вставить qildik. Mana chiqib keldi. Bitta bosamiz bunga. Loginingizni so'rayapti. Loginda o'zingizning loginingiz bor. Mana ID degan loginingiz bor. Shunga ham ustiga bitta bosamiz. Buni bitta bosgandan keyin login degan joyga qo'yamiz buni. И parolingiz именно shu XM ga registratsiyadan o'tgan parolingizni shot ochishga ham parol so'raydi. Shu parolingizni yozasiz. Mana parolni yozasiz. Bitta sifra yoki bironta bukva ham bo'lishi kerak. Bitta simbol. Bu yerda kirasiz, ichiga bosasiz. Mana olib kelib berdi. Mana shunday o'tadi. Kodi to'g'ri bo'lsa sizga mana bunaqa okошко chiqadi. Bu yerga ulaganingizdan keyin hisobingizni to'ldirishingiz kerak. Bu yerda pul tushishi uchun. Bu yerda pul tushishi uchun yana brokerga qaytamiz. Mana bu yerda ko'rsatadi. Masalan, hali endi real akkaunt ochgansiz, bu yerda 00 bo'lib turadi bu narsa. Pul hisobingizni to'ldirasiz. Mana bu yerda depozit degan joy bor. Mana depozit qilasiz. Xohlasangiz именно XM da meni ссылкамdan registratsiya o'tsangiz sizga $30 bonus beradi. Birinchisi depozit qilmasangiz ham $30 bo'ladi. Ikkinchidan $100 ga to'ldirsangiz $200 bo'lib tushadi. Bu yerda plus tomon Uzcarddan пополнение qilsak bo'ladi. Visadan, Mastercarddan farqi yo'q. Momo chiqmaydi bu narsadan. Hisob to'ldirish uchun masalan Visa bo'lsa, o'zi meniki kiritilgan. Minimal $15 dan maksimalni mana 10 ming, 100 minggacha ko'rsatgan. Masalan $15 ga to'ldiramiz desak, depozit degan joyini bosamiz. Shu akkauntga to'ldirmoqchimiz deyapti. Confirm qilamiz, to'g'ri. Mana bu yerda kartangizni yozasiz. Visa bo'lsa 4 5 ana shundan boshlanadi. Mana Visa deb chiqdi bu yerda. Amal qilish muddati masalan 10 27. CV esa 3 ta kodi. Buni bilasizlar. Maxfiy hisoblanadi. Yozasizlar. Kimning nomiga karta bo'lsa shuni yozamiz. Mana qilib yozib bo'ldik ism familiyamizni. Keyin bu yerda оплатить degan joyga bosamiz. Сохранить karta qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda kartam o'zi сохранен. Bu yerda pul tushdi. Birinchi XM ni o'ziga ko'rsatadi. Pul tushdi deb. MetaTrader 5 ga ham o'sha bossangiz, chunki akkauntni uladingiz-ku, mana MetaTrader deb yozamiz. MetaTraderga ulagansiz, o'zi bu yerda tushadi. Bu yerdan savdo qilishingiz mumkin. Aslan hamma tilloda savdo qilgani uchun bu yerda gold deb chiqadi. Ba'zilarda USD bo'lib chiqadi. Farqi yo'q. Ikkalasi ham bitta narsa. Bu yerda tillo bilan, kumush bilan aslan faqat targ'ibot qilishadi. Agar
Bitcoin kerak bo'lsa BTC USD deb yozasiz. Mana Bitcoin chiqdi dollarga. Shu yerda ichiga bosasiz, chart qilib qancha lot ochish kerakligini bu yerdan TP degani take profit, SL degani stop loss, qanday qilib minusga kirmaslikni ham ko'rsangiz bo'ladi bu yerda. MetaTrader 5 ni sozlashni ko'rib o'tdik. Savdoga qanday kirishni keyingi videolarimizda yoki YouTube'ga qo'ygan videolarimda ko'rib borsangiz bo'ladi.